Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana biz hozir Qirg'izskiy rossiyskiy klinika degan joyda turibmiz. Shu klinikani oldidamiz. Bu O'sh shahridagi shu Frunzенский degan joyda. Shu больницada ekan, biz aytgan ekanmiz, shu kasalxonada ekan. Hozir u kishini ziyoratiga keldik. O'sha o'zi nogiron yigit edi, ustozimiz, bizning maktabda o'qigan o'qituvchimiz Shermatov domla degan bo'lardi. Hammamiz darsini yaxshi ko'radigan domla, ya'ni u kishi fizkulturadan dars beradilar. Hamma darsdan qochsak ham u kishining darsidan qochmaganmiz. Fizkultura shunaqa hammani yaxshi ko'radigan dars edi. Bu kishini bir o'sha nogiron farzandi bor edi, oyog'i oqsoq. Lekin o'sha nogiron bo'lsa ham bechara bitta trikoda minib, taksi qilib 2+1 degandek ayoli ham nogiron ekanlar. Shu tirikchilikni qilib yurgan odam endi shu yuragiga stent qo'yadigan bir og'riq bo'libdi, kasal, ya'ni shu infarktlar ekanmi, insultlar ekanmi. Qisqasi shu kasalxonaga olib kelingan va bu kishiga shu qo'ymasa bo'lmaydi deb yuragiga 2ta stent qo'yilgan. O'sha tomirlariga yana bitta qo'yish kerak ekan. Qisqasi bu kishiga ketadigan shifolariga $10,000 pul kerak ekan. Ya'ni ko'pchilikka hech narsa emas, ya'ni bu katta pul, lekin ko'pchilikka hech narsa emas. Siz meni taniganlar bilsanglar kerak, shu Hamza nomli maktabda o'qiganmiz. Biz shu nomda o'qitgan. Kimlardir safardadir, kimlardir hazardadir. 5 so'm, 10 so'm qo'limizdan kelgancha mana M-bank nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Karta raqamlarini, ya'ni M-bank. Shunga bir qo'lingizdan kelgancha bir yordam qilsanglar, inshaalloh savob bo'ladi. Ikkala er-xotin nogironlarga bir yordam bo'lib qoladi. Endi tirikchilik manbai bo'lib turgan shu er edi ekan. Alloh taolo shu tomondan rizq bergan ekan. Shu qizimizni, ayolini, bola chaqasini. Endi shu yordam so'rab masjidga boribdi. Masjiddan ham qo'ldan kelgancha yig'ib berdik. Endi siz azizlarga murojaat qilyapmiz. Akamizni ko'rdinglar. Xudo xolasa davlatlarga Alloh ziyodalik bersin, barakot bersin. Hech kimlarning boshinglarga shunaqangi bir kasalliklar, bemorliklar tushmasin. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir xudo xolasa kirib akamizni holatini xabar olamiz. Bu klinika ekan. Shu shifoxona ekan. Hozir kirib ko'rib chiqamiz inshaalloh akamizni. Bu 2+1, ya'ni kelmayamiz bilan ikkalasi ham bechoralar nogiron. Bitta o'g'li bor ekan, u ham 7-sinfda o'qir ekan, endi 7-klassda o'qir ekan. Bu hali pul topib bu otasiga dori-darmon oladigan darajada emas. Alloh taolo davlatlarni ziyorat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana siz azizlarga yuqorida biz aytganimiz o'sha domlamizni o'g'li Dehqonboy akam, Shermatov domla rahmatli o'g'li mana Dilshodboy akam. O'zi Alloh taolo bir bu kishiga o'zi sinov berib, o'zi shunaqa hasad ayada yuradi, o'zi endi bir shunaqa bir sinov bor, Allohning sinovi. O'zining nogironligi bor, yana kelmayamiz ham mana nogiron ekanlar. O'g'li bor, bular bitta, o'g'li ham endi 7-sinfda o'qiydi. 7-sinfda o'qiydi, o'g'li ham hali kichkina. Endi azizlar, ko'pchilikka hech qancha bilan tegmaydi, arzimagan narsadan tegadi. Endi hozir bularning xarajatlari $10,000 borib qoldi. Shu ikkita nima qo'ydi, o'zi stent qo'ydi, ikkita stent qo'ydi. Mana agar qo'ymasa bo'lmasdi ekan. Endi yana bitta yaqinda qo'yar ekan. Shunaqangi bir xarajatlar ko'payib ketdi. Endi qo'limizdan kelgancha masjiddan, jamoat bilan bir yordam qilgan bo'ldik. Lekin endi siz azizlar ko'pchilik domlaning tarbiyasini olgan, qo'lda o'qiganmiz. Shu hammalardan iltimos qilamiz. Qo'lingizdan kelgancha mana M-bank nomerlarini ekranga qo'yib qo'yapmiz. Alloh taolo dasturkorlarga baraka bersin. Shunaqa kutilmagan kasalliklardan, kutilmagan musibatlardan Alloh saqlasin. Akamizga, Dilshodbek akamizga Alloh shifo bersin. Ehson qilganlarga ehsonlarni Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.